Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Ruşen Abbas Hanım Kanada'da 21 noyabr başlanğan Halifax Xalqaro Bexatarlik munbiri yig'iniga qatnashib, ko'plagan davlatlarning davlat mudofaa ministri, bexatarlik mutaxassislari, taftishlari va diplomatlari bilan suhbatlar o'tkazdi. Ruşen Hanım muhim şəxslər bilan uchrashib, Xitoyning dunyoga shakllantirayotgan tahdidlari ham Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlari haqida muzokaralarda bo'ldi. Yig'in dunyo bexatarligini muzokara qilishga bag'ishlangan. Har qaysi davlatlarning davlat mudofaa ministrlari, parlament a'zolari, tashqi ishlar ministrlari, kasbiy mutaxassislar va yuqori darajali diplomatlar qatnashadigan xalqaro muhim bir yig'in bo'lib, bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Ruşen Abbas Hanım'ın təklif qilinishi ve onunla Uyghur irqiy qirg'inchiligi hem Xitoy tahdidi haqida fikir bayon qilishga alayda söz fursati ajratishi mazkur yig'inning Uyg'urlar masalasiga qarata diqqatining yil sari ortib borganligining bir dalilidir. Yig'inda Ruşen Abbas Hanım, Amerika Kengash Palata a'zosi Kevin Kramer, Kanada Adliya ministri ve baş teftishi Sean Fraser, Kolombiya davlat mudofaa ministri Pedro Sanchez bilan birga sahnadan o'rin olib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va Xitoyning dunyo bexatarligiga elib keladigan xavflari haqida to'xtaldi. Noyabrning 24 kunidan boshlab Uyg'ur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Ruşen Abbas Hanım ve Uyg'ur Tadqiqot Markazining direktori Abdulhakim İdris Efendi BDT'nin 14. navbatlik Soda ve inson haqlari munbiri yig'iniga qatnashishga boshladi. Ular BDT'nin munosabatli xodimlari bilan ko'rishib, davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, majburiy emgak ve Uyg'urlarning qon taridan manfaatga erishayotgan shirkatlarning mas'uliyatini surishtirish masalalari haqida suhbatlar elib bordi. Biz 3 günden beri 24, 25, 26 noyabrda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işleri ötküzülüyotgan Business ve insan hakları, soda ve insan hakları degan bu çoğun bir munberninki yig'inlariga qatnashyapmiz. Biz bu yerda bir Uyghur delegation bo'lish sifatimiz bilan, bir Uyghur gruppasi bo'lish sifatimiz bilan 7 tashkilotdan, 7 Uyghur tashkilotidan kelgan vakillar bu yig'inlarga qatnashyapmiz. Aramızda DOQ reis, muavin reisleri ve Uyghur Hareketi Teşkilatı, Uyghur Tadqiqot Merkezi ve Angliyadaki Rahime Hanım'ınki Stop Uyghur Genocide degan teşkilatı ve Germaniyadaki Dolqin İsa Efendim yanından faaliyet yapıyotgan Uzdum Teşkilatı, Uyghur Amerika Birleşmesi ve Uyghur Youth Initiative'den bular 7 Uyghur teşkilatı bir yerde biz bir grup bo'lish sifatimiz bilan ait yaxshi faoliyatlarni beryapmiz. Hi, my name is Abdulhakim Idris. Abdulhakim İdris Efendi yig'inda bu Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi yoki dunyoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi degan kaskin savoli bilan yig'in ahlining kuchli diqqatini chekdi. 40% of the Uyghur land confiscated by the Chinese Communist government. And I'm surprised any panelist here didn't mention about this topic. It's why? Because it's United Nations of China or United Nations around the world. Thank you so much. Biz 14. navbatlik Dünya Soda ve İnsan Hakları munbiri yig'iniga qatnashdik. Bu yig'inda bir qancha panellar bo'ldi. Soda sanoat korxonalarininki kishilik huquqlarni dafsanda qilishi, ishchilar haqqi, muhitni asrash ve cümleden yerlik xalqlarninki zeminiga ega bo'lish degan qatorliq nurg'un panellar bo'lib o'tildi. Bu UN'dagi, bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'daki bu panellerde sözlükçiler asasiyetten Xitoyni atlab o'tib ketdi. Yani dünyadaki küçük devletlerninki de ötküzülgen kishilik huquq dafsandichiliklarni tilga oldi, ularni tafsili so'zladi. Ammo Xitoyga kelgan vaqtida hammasi mayli O'rta Osiyo
meselesini sözlegende bolsun, Asiya ve Pasifik rayonunu sözlegende bolsun, Xitayni atlab ötep ketişti. Bu to'g'riliq bana bir fırsat, sual so'rash fursatiga men erishdim. Bu savolda shuni dedimki, men bir Uyg'ur rayonidan kelgan. Hozir 3.3 milyondan ko'p insonlar majburiy emgak lagerlarida ishlatilyotidi. Uyg'urlarninki 40%dan ko'p yer zaminlari Xitoy kommunist hukumati tarafidan tartib etildi. Bu so'zligichilar sizlar, men shularga xitob qilib dedim, so'zligichilar sizlar bu to'g'riliq hech bir og'iz ochmadinglar va so'zlamadinglar. Acaba bu Birleşken Milletler Teşkilatı Xitayning Birleşken Milletler Teşkilatı mı yoki bütün dünyadaki devletlerin Birleşken Teşkilatı mı? Bütün insoniyatninki söz qilish, adolatni izlash, erkinlikka talmilganlarninki ovozini chiqara oladigan bir sahna mı degan savolni sordum. Albatta Xitoy hukumati buningga o'zidagi yezib olgan javoblarni berdi. Bu vatanimizda Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklarga javob berolmadi. Mecburi işletilgan insanlar to'g'riliqmi og'iz ocholmadi. Uyg'urlarninki zaminlarini tortib o'tilgan to'g'riliqmi gap qilinmadi. Faqatlam degini Jungoning tuproq butunligi. Biz bu sahnada Xitoyning inovatini tugadigan, obro'yini tugadigan narsalarga qarshi buni bunday qo'llanmaslik kerak degandek safsata narsalar bilan oxirlashgan bo'ldi. Ya'ni men o'zim shaxsan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan mushu yig'inga qatnashib, yig'in jarayonida bir savol so'rash fursatiga erishib va Xitoydek bir davlatni javob berishga majburlaganimdan xursand bo'ldim. Men buni butun xalqimga hadiya qilaman. Bu albatta lagerda, turmada, vatanda qiynalayotgan insonlarningki ovozi. Bu da'vo shularning da'vosi. Biz faqatlam shularning xizmatchisi.